Bazaga $1000 to'ladim-ku. Men yarim kunda ishlab chiqarganman. Yarim kunda. 5 ta patsentimda. MSda o'qiganligim katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Oddiy chiskada ham boshqa o'quv nimalarida o'qiganman-ku. Bu bilan solishtirsam, Moskvich bilan Jeep. Ular keladi, yozadi, dars qilmaydi, uxlashadi. O'zining problemasi bilan telefonda janjallari. Men kechasi bilan yozib dars qilib chiqaman. Men kunduzi MSda o'qiyman. Obeddan men ikkita shkolani birdan tugatdim. Nima qilib? Lekin MSga indamadim. O'zimga kerak shu narsa masalan. Birlashtirdim. Qani bu tomondan ham olgan narsalarim bor, bu tomondan ham olgan narsalarim bor. Keyin kechasi bilan ikkita shkolada o'qiyman, soat 3-4 gacha dars qilaman. Dars qilgandan keyin ular keladi, kitobni otib tashlaydi, yozganlarini. Keyin kitoblarni olamanda hammasini o'qib Proni men ular pulini to'ladi. Proni men o'qidim. Ilon tarkibini Samarqandda 70% kosmetolog bilmaydi. Ularni o'qib yana o'zlari telefon qiladi. Masalan, Moskvadan telefon qilib qolsa yo nimadan qilsa, o'sha ular olgan pulini men yodlab olganman-ku. Ularga yana shuni dars beraman. Hammasi o'qimay, tushunmay yurdi. Toshkent aylandi, yedi, ichdi. Toshkent keldi-ku viloyatdan. U yerda dars qilib, o'qib, hammasini chotga yodlab olgandan keyin yana o'zlari so'rashadi, yana o'zlari master klassga menga kelishadi, yana o'sha narsani MSda o'qigan narsamni yana o'zlariga pulga sotaman. Chunki darsga quloq solish kerak. O'sha tushuntirib berganda, mana 50% inyeksioniy protseduramda o'zingizga videolarni ham ko'rsatib beraman. 20 tadan bittasi ko'karadi yuzi. To'g'ri qavatga tushganligim uchun, his qilganim uchun teri qavatlarini. Shuning uchun tez orada 6 yillik professional masalan kosmetologlar bor, Samarqandda ishlayapti yo viloyatlarda. Ulardan ko'p mijozlarim. Men hozir 300 dan ortiq mijoz to'plab olganman. Hammasi men Instagramdan olmaganman, Facebookdan olmaganman yo TikTokdan olmaganman. Hammasi botokslarim zo'r chiqqan, qilgan nimalar protseduralarim yaxshi chiqqan, hammasi bir-birini olib kelib mana shunday to'plagan. Hozirgi kunda MSdan keyin 15 dan ortiq shogird chiqardi. Hozirgi kunda 5 ta shogirdim bor. Hozir obeddan keyin keladi, ko'rasiz. Ularga savol berib ko'ring. Men 3 ta shkola tugatganman. 3 ta shkolada bunday o'qituvchi ko'rganim yo'q. Qizim mana 9-sinfda, bu yil 9-sinf bitiradi. Biz niyat qilib o'tiribmiz MSga. Avgustda kelishim kerak bo'lgan edi. Keyin meni 1 oyga qaytarib yuborishdi. Bo'pti dedimda, keyin vaqtimni 1 oy ana o'tkazmadim. O'sha men Toshkentga ana bilan keldim-ku, o'qiyman. Shu sohada o'qishim kerak. MSda yangi akademiyamiz, birinchi qaldirg'ochlarimiz u ochilganicha men boshqa shkolada yana o'qidim. Keyin solishtirdim. MS O'rta Osiyoda bitta. Sharoitlari u yerda bilasizmi nima? Faqat bilim olish kerak. Praktikani odam topib faqat praktika qilish kerak. Hech kim indamaydi. U yerda o'sishda katta nima bor. O'zingiz ham bilasiz, qanaqa sharoitlar zo'r yaratilib qo'ygan. Даже boshqa joyda bunaqa sharoit hech qayerda ko'rganim yo'q. Bazada vaqtimiz proga havasimiz kelib o'tirardi. Keyin orada biz ham g'irromlik qilib, gрамотный darslar, bizlar ham baxillik qilib borib yarim darsdan qo'shib olardik. Qizlar bilan birga o'qidik, vasha zo'r. Sharoitlar zo'r. Faqat o'qish kerak, bilim olish kerak, praktika. $1000 pulimni bazaga $1000 to'ladim-ku. Men yarim kunda ishlab chiqarganman. Yarim kunda. Ertalab keldim, soat 12 gacha. 5 ta patsentimda. Botoks qildim 5 ta. $500 mi? Gipergidroz 5 ta qildim. $1000 mi? Chiqdi. Yana chiskalarim, yana meza, biorevitalizatsiyalarim, hammasi kisaga qoldi. O'sha niyatda bordim, Allohdan so'radim. Yonimga olib kelib qo'ydi, kitobini ochib o'qidim, bilimlarimni oldim, tajribada ko'rdim. Salisilli kislota nima degani? Masalan, yiringli protsesslarni to'xtatish degani, masalan. Yozib qo'yilgan o'qi hammasi senga o'tilgan, o'qib, bilmabman.
mana shunday o'qish kerak faqat.